Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlarki, kimda kim taomlanib bo'lgandan keyin alhamdulillahillazi razzaqani hada va at'amanihi min g'ayri hawlin minni va la quwwa meni, mana shu taomda meni kuch-quvvatimsiz, sharti shu faqat. Sharti tan olishingiz kerak. Meni kuch-quvvatimsiz mana shu taomni menga yedirib ichtirgan zotga hamdlar bo'lsin desa, jamiki gunohlari kechirib oladi. Gunohingizni o'lib qo'yadi. Faqat sharti nima? Meni kuch-quvvatimsiz deb tan olishingiz kerak. Ko'pchilik keladida, meni peshona terimga kelgan bu. Isrof qilmalaring, to'kma. Meni peshona terim keldi, minnat qilaveradi. Peshona terim kelgan, unda qilganman, qo'llarim qavarib ketgan deb hali qilaveradi, o'zini minnat qilib. Alloh taolo bermasa, shaftoli qoqib bo'lib yuraverasiz. Mana shu narsani, taomni menga yedirib ichtirgan, rizq bergan zotga meni kuch-quvvatimsiz degan nima? Tan olishing. Meni kuch-quvvatimsiz mana shu taomni menga yedirib ichtirgan zotga hamdlar bo'lsin desa, jamiki gunohlari kechirib yuboradi deb aytamiz. Sizga lazzat beryapti, quvvat beryapti. Agar shukrona aytsangiz nima qilyapti yana? Gunohingizni mag'firat qilyapti. Bundan ortiq sahiy mehribon zot topa olmaysiz.